Samsungdan Samsungga narsalarni o'tirishni o'rganamiz. Ya'ni siz yangi telefon oldingiz, ikkalasi ham Samsung. Eskidan yangiga narsalaringizni birga bir qilib o'tirishni o'rganamiz. Bu ilova mana shu ilova. Bu ilova nimada bor? Play Marketda bor. Bu faqat Samsunglar uchun ishlaydi. Poco, Honor, Xiaomi'lar uchun ishlamaydi. Buni uстановка qilib olasizlar. Ishlaydigan boshqa programma bor, uni boshqa videoda o'rgatib o'tib ketaman. Uстановка qilgandan keyin mana shu ilova bilan ichiga kirasizlar. Keyin hamma narsasiga ruxsat berib chiqasizlar. Разрешить, hammasiga ruxsat berishlaringiz kerak. Bo'ldi, hamma narsasiga ruxsat berib bo'ldik. Endi bu yerda pриступим degan nimasi bor, knopkasi bor, shuni bosamiz. Ikki xil nima bor, беспроводной qilsa bo'ladi yoki kabel bilan qilsa bo'ladi. Беспроводныйga bossanglar, skaner qil deydi, skaner qilasizlar. Ikkinchi telefonlaringizni. Bu yerda kabel bilan qilsangiz bo'ladi. Type-C bo'lsa, Type-C ulasizlar. Ikkita telefonga ham Type-C bo'lmasa, mana bunaqa mana o'zi rasmda ko'rsatib qo'ygan, video qilib. Mana shunaqa qilib ulaysizlar. O'zi avtomatik bu yerda yozuvlar chiqadi. Bosib, narsalarni hamma narsani ko'chirishga bosib, hamma narsalaringizni ko'chirib olsanglar bo'ladi.